alaykum. Men Sharbat Samandir, Toshkent texnika instituti elektrik texnologiya fakulteti 22 guruh 3-kurs talabasiman. Bugungi musobaqamiz mavzusi oltin gurt olish qurilmasining nisbatan tavsifasi hisoblanadi. Bunda rasmda ko'rib turganingizdek, hozirgi zamon klass apparatining texnik sxemasi keltirilgan. Moddamiz nordon gaz hisoblanadi. Nordon gazimiz yonish kameramizga berishdan oldin kirish separatimiz, ya'ni sibir separatimizga beriladi. Bu yerda tomchi holda suvdan tozalanadi. Nordon gazimiz tarkibidagi vodorod sulfidni konsentratsiyasini o'lchash uchun esa sibir separatimiz, ya'ni kirish separatimizning chiqish joyiga oqimli gaz apparati o'rnatiladi va gazlarni haydashda atmosfera bosimi beriladi va vulkan yordamida beriladi. Atmosfera bosimimiz asosan filtr va isitgichlar orqali o'tiladi. Bunda jarayon oldindan qizib borishimiz kerak bo'ladi. Oldindan qizib borish olganimiz sababi bu quvurlarimizni aslida korroziya uchrashini oldini oladi, intensiv yonishni ta'minlab beradi. Xo'p, chunki vodorod sulfid yonganda oltin gurt oqsil hosil bo'lishi mumkin. Bu esa tar usuli yordamida super qisqa hosil bo'lishini ta'minlaydi. Xo'p, qizish jarayonida gazlarimiz pech reaktoriga kelinadi va u yerda o'rtacha 500 gradusga sovitiladi. Pech reaktorimizdan chiqqan gazlarimizning asosiy qismi 90% X1 kondensatorımizga kelinadi va u yerdan erik reaktorga uzatiladi. Qolgan 10% esa yengil parxolda uzatiladi. Bundan chiqqan gazlarimizning gradasi 225 gradus tashkil qiladi. Shundan so'ng gazlarimiz oxirgi bosqich, ya'ni X3 kondensatorlarimizga uzatiladi. Bunda vodorod sulfidimizning reaksiyaga kirishib, ammo saqlanmay qolgan qismi yoqish o'chog'iga yuboriladi va yoqib yuboriladi. Ya'ni sulfid kislotamiz oltin gurt oksidiga aylantiriladi. Hozirgi kunda klass qurilmasi bir qancha modifikatsiyalangan ko'rinishlar mavjud bo'lib, ular hozirgi kunda keng ishlatiladi. Vodorod sulfidimizning 5% dan 20% gacha bo'lgan konsentratsiyamizning uchun bir qancha klass usulining 4 murakkab ishlab chiqilgan.